o'qib bo'lmaydigan adabiyotlar ro'yxati bor. Gitlerni Mujodalam degan kitobi bor. Juda xavfli kitob. Bu yerda diniy materiya yo'q. Bu shunchaki latifa xolos. Bittasi do'zaxga tushib qoldi-da. Bir yengilligi bor ekan, qaysi qozonda qaynashingni o'zing tanla deyishdi. Unda borsa bittasi hali qozon qaynab yotganimiz shu ustiga og'ir tosh botirib, ustiga toshlar qo'yib qo'yilganmish. Bu yerda kimlar bor debdi. Ya debdi, bu yerda yahudiylar bor debdi. Nimaga buncha tosh bosib qo'ygansizlar boshqa? Debdi, bu yerga juda ehtiyot bo'lib qarash kerak deyishdi. Bittasi chiqsa bo'ldi debdi. Qolgan tortoq tushib ketadi debdi. Ikkinchisi borsa qozon qaynab yotibdi, yarim ochiq ekan. Bu yerda kimlar bor? Bu yerda ruslar debdi. Qochib ketmaydim, chiqib ketmaydim. Sanchiq bir-biriga tashlab yotaveradi ular debdi. Uchinchisi borsa, uchinchi qozonning usti tamoman ochiq emish. Qozonda hali chuqurligi buncha baland emas emish. Bu yerda kimlar borsa, bu yerda o'zbeklar debdi. Debdi. Qochib chiqib ketmaydimi bir sakrab? Debdi. Bemalol o'tgan nazoratchimi u yerda? Nimaga desa, bittasi chiqaman desa, 10tasi oyog'idan tortadi. Ana shunaqa achchiq latifalar bor biz ham.